qilishimiz kerak, Alen. Menimcha bizda faqat bitta yo'l qolgan. Rozelxaymni qutqarish uchun birgalikda harakat qilamiz. Iblislar qiroli millionlab qo'shinni to'plash uchun yillar kutdi. Lekin shunday bo'lsa ham, u Rozelxaymni, Bakus imperiyasini va markaziy qit'ani bir vaqtda egallash uchun yetarli emas. Shuning uchun u avval 3 million qo'shin bilan Rozelxaymga bosim o'tkazishni boshladi. Uning maqsadi barcha elflarni markaziy qit'adan chiqib ketishga majbur qilish. Keyin Rozelxaym qulagach, qolgan qo'shinlarni birlashtirib markaziy qit'aga hujum qilishni rejalashtirgan. Va nihoyat ular Bakus imperiyasiga yoppasiga birlashib hujum qilishadi. 4 millionlik zaxira qo'shinlari nega kerakligini endi tushundim. Xuddi shunday. Lekin yana bir narsa bor. Rozelxaymga hujum qilingandan keyin bir taraflama qaror bilan elflarni markaziy qit'adan olib chiqib ketish bu 5 qit'a ittifoq shartlarini buzish hisoblanadi, shundaymi? Nima desam ekan? Ittifoqchi davlatlar o'rtasidagi nizo ular o'rnatgan yordam aloqalarini buzish uchundir. Bu aynan iblislar qiroli xohlagan narsa. Biz uning nog'orasiga o'ynay olmaymiz. Elf bo'ladimi, odamlarmi yoki dvarflar bo'ladimi, ular bizning ittifoqchilarimiz. Rozelxaymni qutqarish masalasi hamma narsaning kaliti, hammani, shu jumladan o'z qirolligimizni ham.もしも子供に戻れたら斬新じゃない努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体超安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しい害配られたカードの生かし方が足跡生まれ方は選べないけど生き方は選べるぜまるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のないその日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもうしてるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこうShunday bo'lsa ham, lekin markaziy qit'a 2 million mahluqqa qarshi tabiblarsiz qolgani aniq. Rozelxaymni qutqarish mumkin, lekin bu Gigamont imperiyasini halokat evaziga bo'lmasligi kerak. To'g'ri. Shuning uchun menda bular bor. Men bularni hammaga tarqataman. Bu nima? Shifo eliksiri. Bularning bittasi akademiya mashg'ulot maydonida keladigan hududdagi har bir askarning eshikisini menga tiklay oladi. Rostdanmi? Bu degani qariyb 3000 askarni davolay oladi degani-ku. Menda bulardan 600 mingta bor. Bu 100% kafolatlangan strategiya emas, lekin qit'ani himoya qiladigan askarlar uchun bosimni kamaytira oladi. Ha, albatta shunday bo'ladi. Bu ham sening chaqiruv kuchlaringdan birimi? Yo'q. Bu ham Rozelxaymda tayyorlangan yangi sehr turidagi shifobaxsh eliksirlar. O, elflarning eliksirimi? Janob Balin rost gapirdi. Bu haqiqatdan ham elflarning yangi ixtirosi bo'ladi. Malika Sofiya Lonna. Tabiblarimizni qaytarib olganimizni o'rnini to'ldirish uchun Rozelxaym ushbu shifo eliksirlarini markaziy qit'aga yetkazib beradi. Janob Balin, shundaymi? Xuddi shunday, Sofi. Ittifoq parchalanish haqidagi xavotirni yo'qqa chiqarish uchun yetarli. Demak, biz Rozelxaymni qutqarib, markaziy qit'a mudofaasini mustahkamlaymiz va ittifoqni saqlab qola olamiz. Muvaffaqiyatli amalga oshirish iblislar qirolining barcha rejalarini barbod qiladi. Siz dohiysiz, janob Balin. Hammasi silliq ketishiga hech qanday kafolat yo'q. Kutilmagan vaziyatga tayyor turish kerak. Menga shunday tuyulaptimi yoki rahbarimiz shunchalik aqllimi? Ha, u har doim daho bo'lgan. Meroruga dvarflar uchun 10 mingta shifo eliksirini beraman. Va o'zimning sehrli urug' eliksirimdan ham u MPni ham tiklaydi. Meroro sehr bilan golemlarni boshqara oladigan generaldir. Uning oldingi safda bo'lish ehtimoli juda katta. Rahmat.
Unumli foydalanaman. Lekin aprel oyida Bakus imperiyasiga borish rejamizni o'zgartirmaydi. Biz tezda iblislar armiyasini yo'q qilamiz va hayotsiz jamoa tez orada zindonlarga qaytishadi. To'g'ri. Men sizlarni Bakis imperiyasida kutib qolaman. Xavfsizlikni ta'minlash choralarini ko'rdim. Yo'qligimda Hamilton oilasi sizga g'amxo'rlik qiladi. Shuning uchun xavotir olmang. Aka, Jang maydonida o'zimni ko'rsatsam, yana zodagonlar qatoriga qaytaman. ammo jon taslim qilsangiz, buni ahamiyati qolmaydi. O'zingizni asrang. Uyga borganingda buni ber. Sizni tushundim. Albatta Vikontga yetadi. Rahmat. Xat jo'natyapsanmi? Ha, akam kabi. U qoldirib ketgan kundalik yodingdadir. Yomon holatga tayyor bo'lishni xohlayman. Tushunarli. Kechirasizlar do'stlar. Ishonchim komilki, biz beshovloning urushga chaqirishimizga qirolning menga bo'lgan g'azabi sabab bo'lgan. Hammasiga men aybdorman. Qo'ysangchi, men urush peshonamizga yozilganiga allaqachon tan olib bo'lganman. Men ham Qolaversa, iblislar qurolini yengishni o'zing aytgansan. Qani ularni adabini beramiz. rahmat sizga, do'stlarim. Xullas, bizning vazifamiz qo'shin haqida razvedka ma'lumotlarini yig'ish, shunaqami? Keyin esa ularni ko'pini yo'q qilish. Xuddi shunday, Elli va Drago. Buni oson bo'lmasligini bilaman. Iltimos, odamlarga ko'rinmasdan qo'llab-quvvatlashga harakat qilinglar. Hammasi tushunarli. Ixtiyoringiz, xo'jayin Alen. Ularni hammasini jizg'anak qilamiz. Qirg'in borot boshlansin. Voy! Alen, Kuttirib qo'yganim uchun uzr. akademiyaga ajoyib yil bo'ldi. Xuddi vaqt uchgandek o'tib ketdi. Agar omadimiz kelsa, boshqa talabalarni urushdan saqlab qolgan bo'lamiz. Qani oldinga, vaziyatni o'zgartiramiz. Qani, olg'a. Aytgancha Sofiya, Rozin Xoyim qanday joy o'zi? Inson ekanligimizni bilib qolishsa muammo bo'lmaydimi? Menimcha shaharda yurganimizda hamma yopinchiq yopinib olgani bu yaxshi yo'l deb o'ylayman. Rozin Xoyim, tabiiy go'zallikka burkan elflar poytaxti. U yerda ulkan olam daraxti joylashgan. Elflar boshqa xalqlarga nisbatan biroz mensimay muomala qilishlari mumkin. Ammo urushni yomon ko'radigan va tinchlikni sevadigan xalqmiz. Hozir asosan biz sokin port shahri hisoblanadigan Nest shahri tomon ketyapmiz. Ammo hozir iblislar quroli hujumi tufayli favqulodda boshpanaga aylangan. Umid qilamanki, oilangiz xavfsiz joyda. Men ham. Onamning kuchli tansoqchilari bor, u kishi yaxshi ekanligiga ishonchim komil. U yerda nima bo'layotganini bilmaganim uchun asabiylashyapman. Vaqtida yetib boramiz degan umiddaman. Ana! Nest shahri. Xudoga shukr, vayron bo'lmaganga o'xshaydi. Ha! Demak, bu yerga bosqinchilar hali yetib kelmagan. Tezroq ma'lumot to'plashimiz va oldingi safdagi elflarga yordam berishimiz kerak. Malika Sofiya Lonna, biz sizni kuzatib qo'yish uchun keldik. Oqsoqollar kengashi sizni kutmoqda. Qanaqasiga? Bu nima ahvol? Qanday dahshat. Bularning barchasi urushdan qochib kelgan yaradorlarmi? Shunga o'xshaydi. Ularga tabiblar yetishmayapti. Askarlarni hisobga olmaganda qochqinlarning soni milliondan oshadi. Alen, bu odamlarga eliksirni yordami kerak. Shunday qilsak bo'ladi, lekin vaqt juda ziq. Avval oqsoqollar bilan uchrashish kerak. Ammo shunday qoldira olmaymiz. Qo'y, nega ikkiga bo'linmaymiz? Ha, yaxshi taklif. Uchrashuv tugaganda sizlarga xabar beraman. Kelishdik. Ruhoniy, navbat seniki. Minnatdorman. Malika Sofiya Lonna keldilar. Buyrug'ingizga binoan chet eldan qaytib keldim. Oliy hazratlari, Malika Sofiya Lonna, sizni ko'rganimdan xursandman. Qirolicha qayerda? Kechirasiz, biz uni o'zimiz bilan evakuatsiya qilishga urindik, lekin u hozir mudofaani ushlab turgan Tiamon shahrida qolib ketgan. Demak, u hali tirik ekan-da. Unchalik emas. Aloqa butunlay uzilgan.
Hozirda Tiamon shahri qulash arafasida kelib qolgan. Va keyingi navbat Nes shahri. Bo'lishi mumkin emas. Buni oldini olishga hali vaqtimiz bor. U kim bo'ldi? Axir bu odam bu yerda nima qilyapti? Shoshmang, uni sochlari qora ekan. Xuddi shunday. Janob Rozini aytgan xalos aynan shu kishi bo'ladi. Roziyaqayimni qutqarish uchun men bilan birga Ratash qirolligidan keldi. Ismim Allen. Bu yigit rostdan ham unga o'xshar ekan. Unday bo'lsa, Ser Allen, iltimos bizga qo'shiling. Shoshmang, avval qo'llaringizni davolay. Keragi yo'q, allaqachon bog'langan. Lukdral, aytganni qil. Osmon ne'mati yo'qolgan a'zolarni ham davolay oladi. Bu aqlga sig'maydi. Senda elf eliksiri bormi? Qoyil, men ularni xuddi shunday o'ylashini xohlagandim. Savolimga javob bering. Bu yerda qancha yaralangan askarlar bor? Taxminan 100 mingta. Juda yaxshi. Bu elf eliksiri shahar maydonida keladigan hududdagi barcha odamlarning MP hamda HP larini tiklay olish xususiyatiga ega. Va ayni damda mening do'stlarim yaradorlarga yordam bermoqda. Lekin bizga ko'proq yordam kerak. Men sizlarga bulardan mingtasini beraman. Iltimos, ularning yaradorlarini davolashga ishlating. Bema'nilik. Senda mingtasi bo'lishi mumkin emas. Yo'q, men bu haqda umuman eshitmaganman. Lukdral, bu rostdan ham elflar eliksiri. Janob Allenga quloq sol. Tushunarli, oliy hazratlari. Nima bo'lganda ham vaqtni boy bera olmaymiz. Mening guruhim darhol Tiamontga yo'l oladi. Lekin otlar qancha tez bo'lmasin, Tiamontgacha 3 oylik masofa. Bu masofa muammo bo'lmaydi. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan yana savollarim bor. Shuning uchun o'z vakilimni shu yerda qoldirib ketmoqchiman. Elli. Shu yerdaman. Poppa. Buni menga qo'yib bering, janob Allen. Bu ruhmi? Kechirasiz. Biz xo'jayinimiz Allenni ajoyib iste'dodi orqali chaqirilgan maxluqlarmiz. Va bu qush mening ovozimni mana shunday tarzda yetkaza oladi. Xuddi Ser Allendek gapiryapti. Bu yerni nazorat qil. Janob Allen bilan safarga otlanamiz. Oliy hazratlari, Malika Sofiyona, nega qaytdingiz? iltimos bu yerdan qoching. Rozelxayim tamom bo'ldi. Umidingizni uzmang. Taslim bo'lishga haqqingiz yo'q. Lekin biz himoyasizmiz. Bizda na uy, na qurollar, na oziq-ovqat bor. Erim va farzandlarimni maxluqlar ko'z o'ngimda shunchaki yeb qo'yishdi. Menda hech narsa qolmadi. Qanday qilib umid qilishim mumkin? Qanchalik yomon bo'lmasin, Roziyaqayim va fuqarolaridan voz kechmasligim bu meni burchim hisoblanadi. Gaplashishga vaqt yo'q. Ketdik. Biz shu yerdamiz. Qani chiq, Grif. Men Roziyaqayimni bosqindan qutqarish uchun qaytdim. Iymoningizni butun qiling. Ruhlar hukmdoriga nola qiling. Umid ham bor. Malika Sofiyalonna. U haq. Bizda hali jang qilish uchun imkoniyat bor. Yaradorlarni tezda davolang. Qayta guruhlanib armiyani shakllantiring. Mahkam ushlanglar. Eng yuqori tezlikka o'tamiz. Yangi ko'nikma uyg'on. Jet. Kech bo'lmasdan yetib boramiz. Men chiroqlarni ko'rdim. O'sha yomon bo'lsa kerak. Xuddi o'zi. Bu yerda nimadir yonyapti. Bu yoqqa chiq. Uyg'on, tungi ko'nikma. Ko'raylikchi. Shahar maxluqlar bilan o'ralgan, lekin hali ham mudofaa tizimi bor. Iblislar dam olishyapti. Shahar zarar ko'rgan bo'lsa ham, mudofaa hali ham mustahkam. Xudoga shukr. Maxluqlar kelyapti. Tayyorlaning. Shoshma. Biz Malika Sofiyalonna bilan birgamiz. Oliy hazratlari, qurollaringizni tushiring. Malika! Bizni qirolichani oldiga olib boring. Malika Sofiyalonna hamda uning tansoqchisi birga yetib keldi. Sofiya. Yo'q, oliy hazratlari. Sofiya. Men
uyga qaytdim. Sog' salomatligingizdan xursandman. Xuddi onasini o'zi-ya, Sofiya. Ha. Uning yelkasida qandaydir hayvon bor. O'ylashimcha elflar yovvoyi tabiat bilan hamnafas. Nesdan seni qaytganing haqida eshitgandim, lekin bu qadar tez kelishingni o'ylamagandim. Hammasi janob Balin tufayli. A'lo hazratlari, sizga Jamova va Sardor janob Balinni tanishtirsam. アレンです。陛下にお力添えをと参上しました。 O'sha senmi? Lord Rozel bashorat qilgan yigit. Xaloskor shumi? Men faqat yosh bolakaylarni ko'ryapman. Demak, ruhlar hukmdorining bema'ni bashoratiga hamma ham ishonib ketavermas ekanda. Qanday yaxshi. Qahramon Hermesga qarshi bo'lgan jangi haqida eshitgandim. Yordamingni bajonidil qabul qilaman. Ruxsatingiz bilan. Tiamont ertalabki hujumga dosh bera olmaydi. Iltimos, bu imkoniyatdan foydalanib, Malika Safiyolona bilan Nes shahriga qochib boring. Aslo. Bu shaharda hali ham 700 ming qochqin qolib ketgan bo'lsang agar, meni yodingizdan chiqaring. Hujumdan omon qolishga harakat qiling. Lekin og'ir vazifa. Gapingizni bo'lganim uchun uzr. Bu yerda qolgan askarlarni ayta olasizmi? Yaradorlari hamda sog'lomlarini ham. Jangga yaroqli 60 ming, yaradorlar esa 140 ming nafar. Hammasi tushunarli. Mana bu eliksirdan 1000 tasini beraman. Iloji boricha ko'proq askarlarni davolashda ishlating. Ularni davolash o'zimiz ko'rmagan g'alati eliksir bilanmi? Tortishishga umuman vaqt yo'q. Savollar bermasdan biz bilan hamkorlik qiling. Shunday ulkan to'daga qarshi jang qilmoqchi bo'lyapsizlarmi? Albatta. Axir shuning uchun kelganmiz. Qorong'u tundan foydalanib, hozir hujum qilamiz. Hozirmi? Ularga hujum qilib, sarosima yo'qotamiz va bu vaqt ichida askarlarni davolashga vaqt topiladi. Volmar, shu yerda qolib yaradorlarni davolashda nazorat qilishni xohlayman. Tushunarli. Ellini ham shu yerda qoldiraman. Elli. Vaziyat haqida xabar berib turasan. Ixtiyoringiz, xo'jayin. Va nihoyat yaxshi, qani ketdik. Eliksirlardan o'zi yana qancha qoldi? Ular osmon ne'mati deb ataladi. Zaxiramda hali 2000 ta bor. Maxluqlarga o'zimiz hujum qilamizmi? Aha, rejamiz ularni ko'proq yo'q qilish. Albatta. Sofiya. Ishonchimni oqla. Atrofni to'liq ko'zdan kechirib, qamal qilayotgan maxluqlar 300 ming ta ekanligini aniqladim. Nishonimiz shimoldagi 130 ming talik qo'shin bo'ladi. 130 ming ta? Drago, Serbi. Reja shunday. Drago uzoqdan ularni yoqib yuboradi. Tushunarli boshliq. Mayda chudalarni menga qo'yib bering. Serbi guruhi esa maxluqlarni o'ziga qaratib, yangi ko'nikmas bilan ularni bir zarbada yo'q qiladi. Ularning barchasini yer tishlataman. Fini, Gembo. Jamoani kuchaytirish uchun yangi ko'nikmalardan foydalanishingiz kerak. Istagingiz qonun. Kill, Sofi. Hammaga himoya, sehrli qalqon. Ey tabiat ruhlari, o'z panohingda asra. Sesil hamda men osmondan hujum qilamiz. Qolganlar esa jang boshlanishi bilan hujumga o'tishsin. Yaxshi. Bu ajoyib. O'yin boshlandi. Iblislar qirolining 3 million armiyasi Rozelxaymga hujum qilganiga 1 oy bo'ldi. Mening jamimda allaqachon bir tarafda 3 million qurbon bor. Har qanday tirik mavjudot kabi maxluqlar ham dam olish kerak. Bu shuni anglatadiki, ular bosqin paytida elflardan ozuqa sifatida foydalangan. Bu yaramaslar rahmdillikka loyiq emas. Ularni yo'q qilish kerak. Sesil, tayyormisan? Hammasi tayyor. Bu sen uchun, Mixail. Ekstra qobiliyat. Kichik meteorit. Rostdan ham bu kichik deganingmi? O'xshadi. Buning o'zi 10 mingtasini qirib yubordi shekilli. Sening bu qo'shimcha ko'nikmang ustidan umuman kulib bo'lmaydi. Kuniga bir marta foydalanishim juda yomon-da. Qo'yil, Sesil.
Qo'shimcha ko'nikmadan foydalanma Karina. Bizga tashlanishingni xohlamaymiz. Qani endi ularga do'zaxni ko'rsatamiz. Ajoyib. Zo'r boshlanish bo'ldi. Ularda hali ham tabiblar bor. Anovi chiroqni ko'ryapsanmi? Ularni yo'q qilish kerak. Yaxshi. Navbat senga. Bombali blasterlar. Tosh o'qlari. Ular mening 3 ta dragomni yengishdi. Unda yana chaqiraman. Ha? Mehmonlarimiz bor. Bu gargul. Buni tatib ko'r. Bu senga gamburger. Xo'sh, mazalimi? Buni qo'yilmoqqa muddalading. Nima? Shimoliy darvozada joylashgan qo'shin allaqachon harakatga keldi. Ular Karinani guruhini qurshovga olishiga yo'l qo'ymaymiz. Poppo, uyg'ongan ko'nikma, xabarchi. Diqqat! 3 million maxluq yopirilib kelyapti. Hamma osmonga parvoz qilsin. Arin, portalini yo'qodim. Senga ishongandim. Ofarin. Men ham o'z olishimni oldim. Ko'rdim, ekstra qobiliyating juda ham dahshat edi. Biz ularga kuchli zarba bera oldik. Xo'sh, hujum qilishni to'xtatamizmi? Yo'q. Tiamonda hali ham davolashlari ketyapti, lekin ularga yana biroz vaqt kerak. Reja qanday? Janub tarafda joylashgan 50 ming maxluqqa hujum qilamiz. Qani? Yana ularni yakson qilamiz. Qani? Hamma birgalikda.